negativchilarning qalbiga o'xshagan qop-qorasidan bo'lsin deganlar uchun maxsus ushbu modelimiz. Ushbu modelimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, komplektida 10 kishilik stol, komodi, divan kreslolar, jurnalniy stol hamda TV podstavkadan iborat. Ranglari har xil rangda kombinatsiya qilsa bo'ladi. Misol uchun mana xohlasanglar divan kreslosini to'ralasini oq rangda, xohlasanglar bitta divanni qora rangda qo'yamiz. Kimdir devorlarini kombinatsiya qilib bitta tarafini atachendos seri, bitta tarafini oq qiladigan bo'lsa, shunaqangi maxsus mana seri materialda hamda oq materialda ham bor. Juda chiroyli ishlangan. Mana bu joylarga ahamiyat berasizlar. Kraska emas, metalldan ishlangan bo'ladi. Oyoqlarning taglari metal, o'rta qismlari yog'och, ustlari esa krashni MDFdan bo'ladi. Qop-qora qilib bo'yalgan. Sifati ustlari oynadek turadi. Juda chiroyli ishlangan. Metallari og'ir, qalin. Tilla qilib ishlaydi, ranglari o'zgarib ketmaydi. Kreslolari ham juda chiroyli turadi. Boshlarga necha o'tirganingiz ergonomikasi o'ta zo'r. Shunday quchoqlab olasiz mana. Qo'llarga orqasini shunday qo'yib qo'ysangiz ham orqalari bilan shunaqangi chiroyli bo'lib turadi. 4 kishilik divan, 3 kishilik divan xohlasangiz, polniy komplektli uyingizga moslab jihozlab beraveramiz. Hammasini sotib olish shart emas. Uyingizga qaysi holatda chiroyli tushsa, xuddi shu holatda joylab, moslashtirib o'rnatib beramiz.